Navbatdagi bemorimiz xurrak otish va apnoe bo'yicha kelgan. Xurrak otishini o'zingiz ham ko'rishingiz mumkin. Hozir bemorimizni sleep endoskopiya qilamiz, ya'ni uxlagan holatda qaysi qismi xurrak otishda qatnashyapti, qaysi qismi nafasini to'xtatib qo'yapti, shuni ko'ramiz. Bemorimizni sleep endoskopiya qildik. Sleep endoskopiyada asosiy xurrak otishga sabab bo'ladigan narsa bu yumshoq tanglayni kattalashishi va bodomcha bezi. Tilcha ham juda ham kattalashib ketgan. Buni xudo xolasa operatsiya qilamiz, qutuladi. Xuddi shu bemorimizni kecha kechqurun sonografiya qilganmiz, ya'ni uyqusini tekshirganmiz. Bu bemorimizda 47 marta nafas to'xtab qolishi bo'lgan va shundan saturatsiya 36 marta 1 soatda tushib ketgan. Endi qarang, tushib ketgan vaqti saturatsiya eng kichkinasi 72 gacha tushib ketgan. Biz bilamizki 90 dan tushsa saturatsiya, ya'ni qondagi kislorod miqdori bu organizm uchun juda ham xavfli hisoblanadi. Endi yurak urishi uyqu davomida eng kichkinasi masalan 51 gacha urgan bo'lsa, uxlagan vaqti, nafas tiqilib qolgan vaqti 104 gacha yurak urishi tezlashgan bo'ladi. Bu bemorimizda xudo xolasa birinchi etap operatsiyasini qilamiz, burun to'sini to'g'rilaymiz, ikkinchi etapda faringoplastika qilib xurrak otish va apnoedan qutultiramiz. Sog' bo'ling.